Turkmaniston dunyodagi eng yopiq va yakka hokim boshqaruv kuchli davlatlardan biri. O'zbekiston esa bu qo'shnisiga tobora ochilishga intilmoqda. Turkmaniston bu O'rta Osiyo mintaqasidagi tabiiy boyliklari bo'yicha eng boy davlat. Turkmaniston kabi yon qo'shni bilan ish olib borish qanchalik umidli? Ba'zan bu kelishuv ishlamay qolgan holatlari bo'ldi. Ya'ni Turkmaniston bir murakkabroq davlat. Ikki davlat aloqalari ham o'zbeklar, ham turkmanlar uchun nimani anglatadi? Ashxobod sayilgohi. Shavkat Mirziyoyev qudratga kelganidan so'ng O'zbekistonda ochilgan eng yirik parklardan biri. Bu park qo'shni Turkmaniston poytaxti nomiga atalgan. Bu yerda Turkmanistonga oid ko'plab ramzlarni uchratish mumkin. Masalan, mana bunday aholtaki otlari. Lekin meni doim bir savol qiziqtirib keladi. Nega O'zbekiston aynan qo'shni Turkmaniston poytaxti nomiga atab park ochdi? Turkmanistonning O'zbekiston uchun ahamiyati qanchalik? Eng yaqin tarixga qarasak, Shavkat Mirziyoyev prezident sifatida saylangach, o'zining birinchi xorijiy safarini ham mintaqada aynan Turkmanistonga amalga oshirgan. Keyinroq esa Turkmanistonning o'sha paytdagi davlat rahbari ham juda katta as'asa va dabdaba bilan kutib olindi. Turkmaniston bu O'rta Osiyo mintaqasidagi tabiiy boyliklari bo'yicha eng boy davlat. Juda katta, endi bizdagi Qatarda endi bu. Juda ko'p sarmoya kiritish imkoniyatlari bor, agar istasa agar. Bundan tashqari doim aytib kelamanki, Turkmanistonda mana shu tabiiy gaz boyligi bu ulkan tabiiy boylik. Alloh O'zbekiston uchun berib qo'ygan katta bir gaz daryosi yonimizdan oqib o'tadi. Oqib o'tib Xitoyga ketadi. Oqib o'tib endi mana Afg'oniston orqali Pokistonga ketadi. Ayni paytda o'zbeklar turkmanlarning ko'nglini ovlashga ehtiyojmand edi degan fikrlar ham bor. Turkmaniston birinchi ma'muriyat davrida O'zbekistondan arazlagan va O'zbekistonga ishonchsizlik bildirgan davlatlardan bittasi bo'ldi. O'sha birinchi prezident Sapar Murod Niyazov davrida u yerda davlat to'ntarishi uyushtirilishga harakat qildi va bu o'sha Shahmurodovlarni ikkita davlat qo'llab-quvvatladi. Birinchisi Rossiya, ikkinchisi O'zbekiston degan bir siyosiy kayfiyat shakllandi rasmiy Ashxobodda. Ana endi O'zbekistonning asosiy maqsadi bu faqatgina mintaqani ikkiga bo'lish va bittasi bilan yaqin bo'lib qolganlariga qarama-qarshi turish emas. Demak, O'zbekistonning diplomatiyasi butun bir mintaqani birlashtirish, o'zining atrofida birlashtirish bo'lar ekan, bu Turkmanistonni inkor eta olmaydi. Turkmanistonning neytrallik siyosati har xil talqin qilinyapti. Ammo O'zbekiston va uning ikkinchi eng uzun chegarali qo'shnisi Turkmaniston bilan o'rtada hamon viza tizimi mavjud. Mirziyoyev harakatlari qanchalik ish berdi? Afsuski chegara muammolari bor. Mirziyoyev yaxshi do'stona aloqalar o'rnatdi. O'sha Turkmanistonning bir ikkinchi prezidenti bilan ham, mana endi bu yangi prezidenti bilan ham Mirziyoyev o'zining xizmatini qilyapti, yo'llarni ochib beryapti, diplomatiyani yo'lini boshqasini. Lekin tadbirkorlarimiz hali o'zini faolligini ko'rsatmayapti. Xalq diplomatiyasi hali ishga tushmadi, chunki chegaralarni nimasi devori baland. Masalan, tadbirkorlar Turkmanistonga viza ochish uchun yarim yillab navbatda turadi. Bordi keldi yo'q. Turkmanlar ham kelmayapti bizga. Ayniqsa turkman investorlari, sarmoyadorlarini biz hali tortib olib kela olmayapmiz-da. Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasida bordi keldi juda cheklangan. Yaqin o'tmishda hatto bir necha yillik o'zbek kelinlarini chiqarib yuborishgandi. Lekin aholisi soni ko'p va sanoati ehtiyojlari o'sayotgan yirik gaz kimyo korxonalariga ega O'zbekistonda gaz zaxiralari kamaymoqda. O'tgan qishdagi svet va yoqilg'i inqirozi o'zbeklar allaqachon gaz sotib olishga ehtiyoji paydo bo'layotganini ham ko'rsatdi. Bir monopoliyalarni o'sha millat manfaatlariga zid bo'lgan g'oyalarini ham hali yenga olmayapmiz-da. Mana masalan, nima uchun yonimizda Turkmanistonni cheksiz gazi sotib olish imkoniyati bo'lsa-yu, biz uni sotib olmasak. O'sha gaz qovurlari O'zbekiston orqali o'tib Rossiyaga ketsa, Xitoyga ketsa-yu, gaz qovurini bitta joyini bunday burib, masalan, Muborak gazni qayta ishlash zavodi yoki o'sha
JTL zavodiga yoki Navoiy azot va boshqa korxonalarga endi yetishmayapti-da tabiiy gaz resurslarimiz. Ammo aksar avtokratik mintaqa davlatlari bilan solishtirganda ham Turkmaniston yakka hokimlik o'ta kuchli va dunyodagi eng yopiq mamlakatlardan. Bu holat Ashxobod bilan ish olib borishga ham ta'sir etadi degan qarashlar mavjud. Ba'zan bu kelishuv ishlamay qolgan holatlari bo'ldi. Ya'ni Turkmaniston bir murakkabroq davlat. Turkmaniston bu injiq davlat aslida. Ya'ni agarki uning rahbariyati bilan o'sha ota-bolalar bilan munosabatlar chigal yoki sovuq bo'ladigan bo'lsa, bu amalga oshishi qiyin. Hattoki kelishuvga erishilgandan keyin ham uning amalga oshishi kafolatlanmaydi Turkmaniston bilan. Ya'ni Turkmaniston rahbariyati bilan shaxsiy munosabatlar bu juda ham muhim bo'lgan bir holatlar. Turkmanistonda endi juda ham nihoyatda markazlashgan va yakka shaxslashgan siyosiy tizim sifatida unga Rossiya bilan kelishuvlar yoki boshqa davlatlarning ta'siri bo'ladigan bo'lsa, mana erishilgan kelishuvlar har doim ham ishlamay qolyapti, buni ko'rib turibmiz. O'zbekiston uchun Turkmaniston faqatgina gazga boy qo'shni emas, Fors ko'rfaziga va Kaspiy dengiziga chiqish uchun birinchi tranzit hudud hamdir. Bu borada Toshkent diplomatiyasi nimalarga erishdi? Endi juda katta oldinga surilish bo'ldi. Mana hozirgi kunda Turkmaniston o'sha Kaspiyda bizga bitta port qurish uchun, bitta shahar qurish uchun yer ajratib berdi. Va Turkmaniston temir yo'llari, O'zbekiston Turkmaniston temir yo'llari bilan to'g'ri Kaspiyga chiqish imkonini berdi. Qozog'iston va Turkmanistonda farqli tarzda O'zbekiston Kaspiy dengiziga chiqmagan. Kaspiyga chiqish o'zbeklar uchun aslida qanchalik muhim? Hech qachon 10 mingta sanoat korxonasi qurilmagan. 10 mingta. Demak, bu sanoat korxonalari hammasi mahsulot ishlab chiqaryapti. Uni xalqaro bozorlarga olib chiqish kerak va bozorlarni kengaytirish kerak. Faqat Rossiyaga olib borsangiz, yerga uradi narxni. Kaspiyga chiqish biz uchun muhim ahamiyatga ega. Keyin agar shu yo'lni ochib olsak, xitoyliklar ham foydalanadi undan. O'zbekiston turkmanlar bilan munosabatlarni kuchaytirishga intilarkan, Turkmanistonda bunga qanday qarashadi? Umuman, ayni yopiq o'lka yon qo'shnisiga bo'lsa-da, ochilishga intiladimi? Ichkarida ishlab chiqaruvchi kuchlar shakllanyapti va ma'lum bir muddatdan keyin O'zbekiston sanoatlashgan, juda ham sanoatlashgan va inson omiliga asoslangan iqtisodiyotga aylanadi. Bu jarayon ketyapti. Va bu Turkmanistonni ham ma'lum bir darajada bezovta qilishi mumkin. Agar ochilsak, integratsiyaga yuz beradigan bo'lsa, bu O'zbekistonning ulushi kattarib ketishi mumkin degan xavotirlar bo'lishi ham mumkin. Endi Turkmaniston O'zbekistonga bir tomondan yirik qo'shni sifatida qaraydi, chunki mintaqadagi birinchi qo'shnisi bu O'zbekiston. Chunki Qozog'iston bilan ham chegara bor, bu cho'lda ketadi. Lekin aynan aholi punktlari yashaydigan va ichkarida etnik o'zbeklar bo'lgan qo'shnisi bu mana ichkarida ham o'zbeklar bor, xorazmlik o'zbeklar va mana O'zbekiston. Ya'ni agar tashqi dunyoning Turkmanistonga ta'siri taqsimlanadigan bo'lsa, eng katta ulush albatta O'zbekistonga to'g'ri keladi. Qachondir ochiqlik bo'ladigan bo'lsa. O'zbekiston qo'shnilar bilan jips va do'stona munosabat istarkan, bu o'z o'rnida qo'shnilar istak irodasiga ham bog'liq. Turkmaniston misolida olib qaraganda bir savol turadi. Aloqalar bundan ham ancha yaxshi bo'lishi mumkinmidi?